Bugun 12-dekabr chorshanba. Qo'qon Nexia bozoridamiz. Xohlasa Nexialarni har xillaridan ko'rsatiladi. Videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizga yoqqan tanlab xarid qilishingiz mumkin. Nexia 1.6 ligidan okrasi va rangini ko'rib, holatiga baho berib qo'yasizlar. 1.6 lik motorda gidravlikalari bor. Metanlar ustonaga qo'yishgan. Motor hadoylarda umuman shu yo'q ekan. Kraskasi ustalarga ko'rsatib olasizlar. Balonlarni ko'rsatamiz. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Yumshoq balonlarni qo'yishgan ekan. Tashqi holatlari prostoy salon. Hop. Maydafonlar qo'yishgan ekan, lasettilarlar bor. Probegini so'rab olamiz. Polilar qo'yishgan ekan, holda bor. Akkuratli qilingan mashina. Aka narxini necha bilyapsiz aka? Narxini 4300 bo'lsa berib yuboramiz. 4300 kami bor-a? Yo'q, 4300 ga berib yuboramiz. 4300 ga beriladi. Nomerni aytib boringmi? 93lik 93lik 160 160 31 33 ekan. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Nexia 1 2006 tozasidan akalar. Ko'rib holatiga baho berib qo'yasizlar. Son strambular motorda. Metanlar ustonaga qo'yishgan ekan. Akkumulyatorlar yangi, gidravlika, lyuks salon. 2006 pechat. Holati ideal mashina. Balonlardan ko'rsatamiz. Balonlari yangi olib qo'yishgan ekan. Yaxshi olib turibdi. Tonirovkaga ruxsati bormi? Bor. Tonirovkaga ham ruxsati bor ekan. Salon holatlari. Hop, probegi 88 ming ekan. Maydafonlar qo'yishgan. Holati radnoy holatda. Hozir 5000 deyishdi. Hozir 5000 deydi. Arqadan holatlari. Aka narxini qancha deyapsiz aka? 7000 dan tushib beradi. 7000 dan o'tib beriladi narxi. Men chiqaraman shu nomerini ham olib qo'ying. Bo'ldi aka. Gem bor ekan akalar. Aka nomeringizni aytib berasiz aka? Nomeringizni 94lik 048 28 27. Nexia tozasidan mana deganlar. Nexia 150 km yurgandan ko'rib holatiga baho berib qo'yasizlar. Yangi Nexia olaman deb yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Birolta motorida. Mashinasi prostoy. Lekin gidravlikalar bor ekan. Motor holatlari ideal holatda turibdi. Akkumulyatorlar ichib qo'yishgan ekan. Balonlari 10 razmerda saqlangan mashina ekan. Yo'q, afsholar qaranglar. Umuman ana holat turibdi. Salomlar qo'yishibdi. Bismillah. Salonda hidi ham turibdi, hali ham 150 km yurgan. Bagaj holatlari hamma yo'q joyida. Narxini 115 million deyapti. Hop. Yili 2016 150 km. Nomerlari 50 00 24 03. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Yangi Nexia 2 bilan yurganman. Nexia 2 gibrididan akalar. Ko'rib holatiga baho berib qo'yasizlar. Atiga 70 ming km yurishgan ekan. Sons gibrid motorda. Lux kondisioner. Kondisionerlari ham ishlar ekan. Hop, metallar ustonaga qo'yishgan ekan. Arqa oldi pechat mashina. Prosta asfalt qo'yishgan ekan. O'zlari uchun balon holatlarini ko'rib qo'yamiz.
Yaxshi holatda. Qonli shumka bo'lgan ekan mashina. Salonlari rollarni ham multirollar qo'yib qo'yishibdi. Barlar ham neobычный barlarda. Zavodskiy magnitofon. Hop, probegini ko'ramiz. 70 ming. Mashina. Holati. Aka narxini qancha deyapsiz aka? 4200 kami. $4200 kami bor. Nomerni aytib yuborasiz aka. 91lik. 91lik 144 144 72 72 71. 71. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Akkuratniy mashina ekan. Nexia-birni tozasidan akalar. Holatiga ko'ra baho berib qo'yamiz. Son stramblyor motorda. Lux kanseller ham ishlar ekan akalar. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. 2006 pechatlar bilan turibdi. Kraskalar toza ekan. Motor hadoylarda umuman ish yo'q qilingan. Balon holatlari. Balonlari ham yangi qilib qo'yishibdi. Salonlar lyuks. Afishkalar tana holatda. Anaqangi polilar qilib qo'yishibdi. Salonlarni ham chizib qo'yishibdi. Bu rolgan chakalar rolgan. Neobычный rolgan ekan. Probegimiz 264 ming ekan. Magnitofon kolonkalar bor. Akkuratniy mashina ekan lekin. Bagaj holatlari lekin pechat ekan haqiqatdan. Bir tomchi kraskasi yo'q mashina. Hop. Aka narxini nech bilyapsiz aka? 5200 dan tushib beramiz. 5200. 5200 dan o'tib beriladi. Kraskasi toza 2006. 260 ming probeg. Narx nomeringizni aytib yuborasiz aka. 91 91lik 696 696 52 95. 52 95. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Nexia-birda avtomatik korobkasidan akalar. Ko'r baho berib qo'yinglar. 1.6 motorda. Kondisionerlari ham ishlar ekan, gidravlika. Metanlar ustunovka qilib qo'yishgan. Yili 99-yilda ishlab chiqarilgan. Balon holatlari yangi holatda turibdi. Tormozning sistemalari ham oldi, kabel, halqalari ham shu oporniy diskalar qo'yilgan ekan. Afishkalari. Malibu 1 rul. Shahrichiga lekin rosa qulay mashina. Avtomatik korobkalarda shahrida yursangiz qiyinchilik bo'lmaydi. Samfelarni ham qo'yishibdi. Bitta vapsh ochib bo'lmadi. Qolarsin joyida. Olov bo'lib turibdi lekin olov. Narxini 4000 baholashibdi. O'zlari shu 4000 dan ozgina o'tsa beraveramiz deyapti. Hop. Nomerlarni asta qoldirib ketaman akalar. Nexia gibrididan akalar ko'r baho berib qo'yasizlar. 2015 ga 16. Hop, Sons gibrid motorlarda metanlar ustunovka qilib qo'yishgan. Gidravlikalar ishlaydi. Lux kanseller ham ishlaydi. Uslitlar radnoy. Holati ideal ekan. Balonlarni ko'rsatsak, balonlarni ham yangi qilib qo'yishibdi. O'sha balonlarda. Salon holatlari, apishkalari ham tana holatda turibdi. Polilar qo'yib qo'yishgan. Chexollari bor. Hop, magnitofon kolonkalari ham bor ekan. Probegini ko'ramiz. Karta o'zimiz ekan. Kraskasi shu arqa qanotda bor ekan, akalar. Qolgan joylari radnoy ekan. Bagajlari shumka qilingan ekan bagajlari. Zapaskalar ham joyida turibdi. Metan shu 100 talik bo'lishi kerak metani.
Arqadan ko'rinishlari. Hop, aka narxini necha bilyapsiz aka? 5400 dan o'tib beramiz aka. 5400 dan o'tib beriladi. Variantga ham berilar ekan aka. Ha, 1.5 2000 pul bor odamga variantga ham chiqadi. Lekin rasa ideal mashina ekan. Variantga olib minib yurgan zo'r mashina. Hop, nomeringizni aytib boring aka. 91 91lik 146 146 1001. 1001. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Nexia 2 gibrididan akalar. Holatiga ko'ra baho berib qo'yasizlar. Sans gibrid motorlarda rol gidravlika metalllar ustunovka qilib qo'yishgan. Motor hadoylaridan umuman ish yo'q ekan. Hamma yoq qilingan. Uslitrlari pechat. 10 partiya nomerda. Hop, balonlari ham ideal holatda turibdi, yangi. Prostoy salon. Maytofonlari zavodskoy. Kolonkalari ham bor ekan. Praviga keladigan bo'lsak 113 ming yurishgan ekan. Akkuratlik qilib turibdi. Olilar qilingan. Chexollar zavodskoy. Arqa oldi pechat mashina. Ko'ringlar, zapaskalar ham joyida turibdi. Narxini $5400 deyishyapti. Variantga ham berilar ekan. 1.5 puli bor odamga variantga berilaveradi. Ideal mashina lekin. Nexia 2 ni stech qilinganini akalar ko'rib baho berib qo'yasizlar. 1.6lik motorda Lux kansenlar ham ishlaydi. Stech qilingan ekan mashina. 6-7 sekundda 100 ga chiqar ekan akalar. Motor hadoylarda umuman ish yo'q. 700 motor. Balon holatlari mashinani pasatga qo'yib qo'yishibdi akalar. Salonlarni ko'rsatamiz. Apshkalar tamom holatda polilar qilib qo'yishgan. Chexollar ham qilingan. Lasetti rolda. PNR 720 maytafon. Lekin tayyor mashina ekan. Hop. Praviga 79 ming ekan. Bagajlarni ko'rsatamiz. Samoverlar olib qo'yilgan. Qilpaygacha tushyapti mashina. Yotib olibdi. Aka, narxini qancha deyapsiz? 6800 deyishyapti. Baholashdimi yo hali bozor o'ynagan? 58 6 gacha kirdi beradi. Qo'shilsa beraveramiz. Dollaga. Hop, nomerni aytib o'rasiz aka. 91lik 91lik 154 154 72 77. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Zanejinni qilib qo'yishibdi lekin mashinani. Nexia 1 2007 dan akalar. Ko'rib holatiga baho berib qo'yasizlar. 1.5 dons motorda akkumulyatorlar qo'yilgan, metanli ustunovka qilingan ekan. Rollar gidravlika, motor hadoyda umuman ish yo'q ekan. 2007-yilda ishlab chiqarilgan akalar. 2007. Mashinamiz pasatga qilingan ekan, arqa oldi, zanejniy pasatga. Balon holatlari yangi balon. Espero kalpaklarda. O'zi Nexia 1larga Espero kalpagi yomon turibdi. Afshki holatlari elektronika oyna ko'targichlari bor. Hop, salonlari maytafon kolonkalar bor. Lasetti barlarni qo'yib qo'yishgan ekan. Hop, probegimiz 264 ming ekan. Bagajlarni
bitta ko'rib o'tdik. Ha, tishlatgan. Yo, bagajni akkuratni ekan lekin. Ishqosizlikka qilishgan ekan akalar. Opperski. Narxini qancha deyapsiz aka? 3700 dan tushib beraman. 3700 dan o'tib beriladi. Variantiga ko'p yo'q. Yo'q, unaqasi naqd iloji bo'lsa. Naqdga. 200 bo'lmasa podarka mashinasi. Bo'ldi aka. Bu allaqangi motor usilining qilinganmi? Yo'q, o'ziniki. O'ziniki. Ochildi. Haqiqatan aka ideal mashina ekan akalar. Olishga arziydigan mashina. Nomeringiz aytib boring aka. 91lik 202 3390. Akalar aloqaga chiqarasizlar. Nexia 1da ideallanagan.